Yana bir kunni ham o'z nihoyasiga yetkazib oldik. Quyosh ham botmoqda. Quyoshning botishi esa oynadan ajoyib tarzda ko'rinadi. Xo'sh, men salom sizlarga. Har doimgidek sizlar bilan kompot olijanoblari bo'lyapti. Bugun yangi videomizda biz qazish musobaqasiga tayyorlanishimiz kerak. Haliga biz juda ham yaxshiroq uxlab olishimiz kerak va dam olib olishimiz kerak. Mening yotog'imni qarang, juda ham ajoyib yotog'im bor. Mening adyollari ham bor. Bu yer juda ham zo'r, lekin menga kechqurun kimdir xalaqit berayotgandek bo'lyapti. Shuning uchun men bu yerga parda tutishim kerak. Bu yerlarga hamma joyda yopishim kerak va chatoqlarni o'chirib juda ham yaxshi dam olishim kerak. Bu yerda mening yumshoq va juda ham chiroyli bo'lgan qizil rangdagi adyolim turar edi. Men hozir uni ombordan olib kelaman. Qani ketdik. Voy, jetil, qalaysan? Qishloqqa yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha, zo'r, kompot, o'zing yaxshimisan? Yaxshi. Nimalar qilyapsan, kompot? Men ertangi musobaqaga tayyorlanish uchun yotmoqchi edim. Bildingmi? Biz ikkalamiz bir-birimiz bilan kurashar ekanmiz. Ha, kompot, ertaga men seni yengaman. Meni yengish oson bo'lmaydi. Qishloqqa sen meni hech qachon yenga olmaysan, tushundingmi qishloqqa? Yo'q, kompot, men sendan juda ham ajoyib kelaman. Halol ustunlik bo'lsin, tushunayapsan? Halol, hammasi ajoyib bo'lishini ta'minlash uchun hamma narsaga tayyorman. Ha, bo'pti, xayr, men unda yaxshi dam olay, senga omad tilayman, xayr. Ha, men kompotni yutishimni u bilmaydi-da. Men kompotdan juda ham tez harakat qilaman va qazish musobaqasida birinchi o'rin olaman. Kompot hech qachon meni yuta olmaydi. Ha. Emas, qishloqqa qazish musobaqasida meni yutmoqchiman. Yaramas. Meni hech qachon yuta olmaydi. Bilasizlar, har yili men chempion bo'laman va ko'pgina daromad olaman. Hozir merning oldiga kirachi. Hoy, kompot, menga yordaming kerak, yordaming. Men bu yerga lavaga olmoslarni tushirib yubordim. Olmoslarni? Qanaqa olmoslarni? Aholiga tarqatiladigan olmoslarning hammasini zumratlarini ham bu yerga tushirib oldim lavaning ichiga. Voy, jinnimisiz, qanaqasiga tushirib yuborasiz? Buni olib bo'lmaydi. Voy, issiq qo'lim kuydi. Voy, hozir men satil bilan harakat qilib ko'raman. Satil bilan olsak, voy, yo'q, mer, bu nima qilganingiz axir? Hamma olmaslarni aytibsiz-ku. Men hozir borib adminga aytaman. Adminga aytma. Kompot hech qachon adminga aytmagan. Xo'p, men buni o'zim to'g'rilayman. Yo'q, men aytmasam bo'lmaydi. Agar adminga aytmasang, men senga yaxshiliklar qilishim mumkin. Yo'q, menga kerak emas. Adminga aytishim kerak. Men hammasini hisoblash kerak. Siz hamma olmaslarni mana oling, satilingiz ham, olmaslaringiz ham, lavangiz ham o'zingizga. Satqay odam ketsin sizga. Kompot, unday qilmagin, iltimos. Men nimadir qilishim kerak. Hozir borib kompot adminga aytsa, men shahar meridan ozod qilishim mumkin. Ha, menda juda ham yaxshi ideya bor. Ideyani zo'ri bor menda hozir. Buni kechqurun amalga oshiramiz va adminning qulog'iga yetib bormaydi u gaplar. Shahar meri zumratlarni yo'q qildim deydimi? Yo, satqan odam kelsin. Menga nima qizig'i bor uni? Mendan yordam so'radim. Agar meni ham sheriklikka bo'lib qolsa-chi, admin nimadir deb qolsa-chi menga. Qanaqadir shovqin kelyaptimi? Hozir bu yerlarni ko'raylik-chi. Qani, oq kiyimli jetil. Bu yerda nima qilyapsan? Nega loyga kalla qo'yding? Jetil, xo'sh. Hozir seni bu yerdan chiqarishga yordam beraman. Qani, balishim. Mana juda ham zo'r bo'ldi. Ha, rahmat, kompot, senga ajoyib bo'ldi. Ha, sen bu yerga qanday qilib kirib qolding? Bu yerga loyga kalla tashladingmi shunchaki? Yo'q, kompot, meni kimdir aldadi. Bu yerda shokolad bor dedi. Bu shokoladga o'xshaydigan ekan. Men shokoladni yeyish uchun shunday kallamni pastga ekkandim. Uni ichiga tushib ketdim. Tushunasizmi? Men nima bo'lganini bilmay qoldim. Ha, kimdir seni aldabdi-da, demak. Bu yomon, lekin sen buni qanday ko'rmasdan shokolad yeyish mumkin? Lekin bir qarashda shokoladga ham o'xshaydi. Bu juda ham ajoyib ish emas. Ha, kompot, meni kimdir qilganini bilishim kerak. Meni kimgadir keldida bu yerda shokolad bor desa, men ishonib ketib, keyin u yerdan shokoladni olmoqchi bo'ldimda, keyin belimni yenkaydim, keyin orqamdan bir itarda keyin tushib ketdim. Ha, yaxshi ish bo'lmabdi-da. Ha, hozir kimligini uni topishimiz kerak. Ha, topaylik, kompot, menga yordam bering. Voy, bu yerdan endi kimdir bilib qolsa, meni sharmanda bo'laman. Yo'q, seni hech kim sharmanda qilmaydi. Ishon, faqat men buni bu yerda men ko'rdim, tushunasizmi? Men hech kimga aytmayman buni. Oq kiyimli jetilni loyga kalla qo'yganini hech kimga aytmayman. Bu yerga endi adyolni oldik, endi kelib sekingina pardalarni xo'sh bu yerdan tutamiz, pardalarni yaxshilab tutib, keyin bu yerga yotib damda olamiz. Chunki biz ertaga yaxshigina tayyorlanishimiz kerak va endingi qazish musobaqasiga juda ham ajoyib tarzda tayyorlanishimiz kerak. Shuning uchun yaxshi dam olishimiz kerak. Men yotog'imni juda ham yaxshi ko'raman. Yangi video chiqishi uchun like bosing. Yotog'ingiz rangi qanaqaligini ham yozib qoldiring. Bizda ikkinchi kun tong otdi va kompot lazerlar o'rtasida yotmoqda. Ketdik.
Xo'y, men bu yerdan uyg'onishim kerak. Hozir tushimda juda ham ajoyib narsalarni ko'ryapman. Men lazerning ichidamanmi? Tushimda lazerning ichida paydo bo'ldimmi men? Bu qanaqasi axir? Lazerning ichida bo'lmasligim kerak edi. Chindan, voy, bu mening o'ngimmi? Hozir yo'q, bu qanaqa lazer axir? Qanaqa? Buni men oldin hech qachon ko'rmaganman. Lazerli tuzoqmi bu? Yo'q. Salom hammaga. Kompot sizlar bilan ertangi kuni. Bu yerda lazerli tuzoqni ko'ryapman men. Voy, karavotim ham bu yerda ekan. Kimdir meni karavotim bilan olib kelgan bo'lishi mumkin. Hozir men lazer tuzoqdan chiqishga harakat qilib qo'yaman. Hozir lazer deb yozilgan ekan bu yerda. Lazer meni o'ldirib qo'ysa-chi, axir bitta o'ldiradigan lazer bo'lsa, men hech qachon bu yerdan chiqa olmayman. Yo'q, buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Axir kecha shahar meri zumradlarni yo'qotib qo'ydim deyotgandi, lekin o'sha men bilganimni bilib turib, voy, yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Tushunasizlarmi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Shahar meridan bunaqa narsalarni kutish bo'lmaydi. Hozir bu yerni kavlab ko'raychi, balki men kavlash bo'yicha chempionman axir. Bu yerdan chiqib ketarmiz. Qani. Yo'q, bu toshli juda ham umuman sinmaydigan blok-ku. Bo'lmaydi bunaqasiga. Tepadan ham chiqib bo'lmayapti. Lazerlar orasidan chiqib iloji bormikan? Bitta ko'raylik-chi. Lazerlar orasidan chiqishni ham ko'rishimiz kerak. Qaysi lazer kattaroq? Hozir, lekin mer bunaqa qilishi mumkin emas. Buni boshqa odam qilgan bo'lishi aniq. Ana bilmadim buni kim qilgan bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, kommentda taxminlaringizni yozib qoldiring. Buni mer qilganmi yoki boshqa bironta grifermi yoki cheatermi, qaysidir yoki jitilmi, oq kiyimli jitilmi, balki kecha oq kiyimli jitil ham meni bilib qolmasini hech kimga aytmasin deyotgan edi. Hozir mer qilgan bo'lsa, kommentlarga plus tashlang yoki mer so'zini yozib qoldiring. Agar mer qilgan bo'lsa, undan ajoyib qasoslar olishga keyingi videolarda harakat qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Ha, bu yerda oq jitil. Hoy, oq jitil. Kompot semisan, bu yerda nima qilyapsan? Qanday bilan lazerning ichiga tushib qolding? Oq kiyimli jitil. Men bilmayman qanday tushganimni o'zim ham. Hozir bu yerda topishimiz kerak. Meni kim bu ahvolga solganini topishimiz kerak. Oq kiyimli jitil, menga yordam ber topishda. Ha, men yordam bera olardim, lekin men tayyorlanishim kerak. Kecha sen meni ko'rib qolding. Meni ustimdan hamma kulishi mumkin. Men ketdim bu yerdan. Hozir men ketaman. Agar kimdir meni ko'rib qolsa, kecha boshim bilan tushganimni ko'rsa, hamma ustimdan kuladi, butun qishloq aholisi. Yo'q, men senga yordam bera olmayman. Uzr. Oq kiyimli jitil, iltimos menga yordam ber. Buni ochishga harakat qilaylik. Qanday ochamiz? Kompot. Xayr. Xo'y, kompot, bu yerga qanday tushib qolding? Men bilmayman, shahar meri. Axir siz bilishingiz mumkin bu yerga men qanday tushib qolganimni. Yo'q, kompot, bu nima deganing? Men seni qayerdan bilaman? Hozir bu yerdan nimadir qilish yo'lini, seni chiqarish yo'lini qidirib ko'ramiz. Bu yerda balki tugmalar bordir. Xo'y, men bu yerdan chiqishim kerak. Oq kiyimli jitil, meni chiqarishga yordam beringlar. Meni merdan chiqarishga yordam bersangiz juda ham ajoyib ish bo'lardi. Ha, kompot, hozir senga yordam beramiz. Mer qayergadir ketdi, nimadir olib kelishga, mer olib kelsa juda ham voy, mer qurol ko'tarib keldingizmi? Xo'y, kompot qochib tur, chekkaroq turgin, chekkaroq. Xo'p, bu yerga otib ko'ring-chi, qani bu yerga ta'sir qilmayapti-ku. Hattoki snayper ham ta'sir qilmayapti. Bu juda ham ajoyib, juda ham kuchli lazer tuzog'i ekan. Sen o'zing ichkaridan otib ko'rchi, qanday. Hozir bu yerni porlaymiz. O'rtadagi simni porlaymiz-da otamiz. Yo'q, bo'lmadi. Mer, buni umuman bo'lmayapti. Qanaqa ochamiz endi? Bu yerda men qolib ketaman. Yo'q, men kompot men kuchliman. Lekin bu yerda qolib ketmasligim kerak. Shahar meri nimadir ko'rdim. Xo'y, cheater. Voy, cheater keldi. Qoch, hamma qochsin. Yo, qayerga ketadi? Hoy, cheater, nima qilyapsan bizning qishlog'imizda? Xo'y, kompot, men sening qishlog'ingda seni asirga oldim. Buni sen hech qachon endi ocha olmaysan. Bu umuman ochilmaydigan tuzoq bo'lib qoladi. Tushundingmi? Sen bu yerda butun umr qolasan qishloqning o'rtasida. Sen menga qilgan yovuzliklaring uchun hammasiga javob berasan. Hoy, cheater, men senga qanday yomonlik qilganman? Nima uchun meni bu yerda qoldiryapsan? Men seni shu yerda qoldirgim keldi. Shuning uchun bu mening yangi lazerli tuzog'im. Butun umr shu yerda endi sen qolasan. Hech qanaqasiga buni chiqarib bo'lmaydi. Faqat chiqarish yo'lini men bilaman. Tushundingmi? Men. Xayr, bo'pti. Hoy.
Cheater, to'xta, cheater. Meni yordam ber. Hozir buni seni ko'zlab. Voy, hozir pax. Voy, tegmayapti bu o'qlarim. Axir ikkita dona o'qim qoldi. Nimaga ishlasam ekan? Cheater qochib ketdi. Endi hech qachon kelmaydi. Men har doim shula. Hozir buning yo'lini topashim. Xoy, men endi kompotni yaramasini chiqarib tashlayman. Yo'q. Hozir men buni bittadan aniq ko'zlab, otib o'ldirishim kerak. O bitta, ikkita. Voy, yana ajoyib bo'ldi. Ajoyib ikkita o'qda men cheaterni o'ldirdim. Qani sizlar bitta odamni nechta o'qda o'ldira olasizlar? Kommentlarga yozib qoldiringchi. Like va podpiska tugmasini bosing, video davom etadi. Xoy, kompot, sen cheaterni o'ldirdingmi? Ha, buni cheater qilgan bo'lishi mumkin. Qayerga tashlading cheaterni qayerlarda o'ldirding? Men uni nargi uyning burchagirog'ida snayper bilan mana shu yoqda o'ldirdim. Hozir uni ko'rib kelaman. Lazerli tuzoqdan bilan ta'sir olsin. Yo, ajoyib. Meni mer qutqardi. Lazerli tuzoqni cheater qo'ygan ekan. Rahmat senga mer. Sendan lekin juda ham shubhalanayotgandim, chunki kechagi qilgan ishing juda ham ajoyib emas edi. Meni bu yerga sen tashagansan deb o'ylagan edim. Shahar meri, yo'q, men bunday yoshlar qilmayman. Hammangizga rahmat, qishloq aholisi meni chiqarishda yordam berdingiz bu yerdan. Endi hammamiz borib ertangi musobaqaga tayyorlanishimiz kerak. Siz esa shahar meri olmoslarni nima qildingiz? Olmadimga aytingizmi? Yo'q, buni haqida gapirmay turgan. Shu kompot, uni alohida gaplashamiz. Ha, xo'p, men ketdim. Yaxshilab dam olay. Men juda ham charchadim. Uyimni bir ko'zdan kechiraychi, balki uyimning chetlariga ham bir narsalar qo'ymadimmikan? Qarang, sizni ham cheater shunaqa ahvolga solganmi? Siz o'z Minecraftda qanaqa qishloq topdingizmi? Hali ham qishloq topmagan bo'lsangiz, men sizga qishloq topishga yordam beraman. Kommentga qishloq so'zini yozib qoldiring va men sizga javob qaytaraman. Qanday qilib qishloq tez topishni. Siz like va podpiska tugmasini bosgan bo'lishingiz kerak, kommentariya yozing. Xayr.